Lekin ish zo'r chiqdi. Ha? Aka bu ishimizga pul bermaslik. Nimaga? Nimaga? Pul bermasa kuladimi ona? Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshi. Bugun Asqar bilan ish o'rnatgani keldi. Aka yordam bering dedi. Shunga keldim. Asqar, yordam kerakmi deyishga? Uni egasi o'sha olib kelib qo'yibdi, tayyor qilib. Hello, good morning. Hikmatullah, my name is. Yes, good morning. Okay, I was able to put it in a van, so I brought it. So I have got. We have to take the old one Yes, off of first. course. Yeah, the parkings are no problem. No, no problem. Okay, Yeah, thank you. get all the shade you can. Okay, thank you. Appreciate you. Okay, look at the taking the old one off. Asqar, haydang siz keldingiz. Haydang san men reketga ketadi gapim. O'sha Asqarda klienti mana qaranglar. Bo'ylari ham mos ekan. Bir-biriga. Yeah, this is the lovely old one. The closer thing fell off about 3 years ago. Okay. This all will take it off. Right? Yeah, yeah. Get rid of that one. Just to replace. Replace. I'm not sure about this. Ochiling, mana bu yerdan tortsak chiqadi. Bunaqasi ham boshqacha ekanda buniki Asqar. Mana bunisi bilan qo'yamiz deymiz a. Bu kim qalin eshik ekan. Ha, 36 kishi. Mana shu shadi eshigi fremini almashtirish kerak. Xullas do'stlar, mana shu eshikni qo'yib berish kerak, eskisini olib tashlab. Asqar. Qo'shni bilan gaplashib olarsin. Miniveni bor ekan bunda ham. Siz kelingiz o'zingiz gaplashavering. Men arzon aytib qo'yaman. Ish tugatasiz. Really sure, but this is different, you know. Right. And then new need install. All need to take it off. So the Frame also. Yeah, frame also. yeah, if this isn't going to work in that frame, then we have to take it off and use Yeah. this stuff. Yeah. Can the new installing? Hmm? All take it off, new installing again? Take it all off. Yeah. The Oh. door, the frame, and then Okay. install this one. Okay. I wanted to see the color. What is this? This isn't the color of it, is it? I think so. Dang. That's not the color I ordered. This is wrong color? Wrong color. Which color you want? Yeah. Achchig'i chiqyapti. Achchig'i chiqishi ham bir yengili. So, what are you thinking about this door? The return or? I gotta call him. Do'stlar, mana shunaqa vaziyatda klient o'zi olib kelgan eshikni noto'g'ri rang olib kelib qo'ygan. Soatiga ozgina qo'shimcha qilsalar ham aybini aytib turib. Chunki ayb o'zida bo'lyapti. Biz vaqtimizni olyapti bittadan, ikkitadan odamni. Shunaqa payt bular ham to'g'ri tushunadi. Kutganingizga siz ham achinmaysiz keyin, ha? Bu Asqar bo'ladi, Shodiyev, Surxondaryoda. Yangi akkauntlar ochgan, mana shu biznesni boshlagan. Bemalol o'tib obuna bo'linglar do'stlar. Hayot go'zal. Faqat yashashni bilish kerak. Xullas do'stlar, eshikni mashinaga qaytarib solyapmiz. O'zi almashtirib kelgan bo'lyapti rangini.
To'xtang. Ha, ketavering. I'm so sorry. No problem. So We can wait here. I'll get in touch and let you know, because I don't even know if they have the right one in stock there. Well, I got a brown one, Okay. which was going to be my second choice. So. Bu tomon tepaga qarab yotqizaylik-da. Ochib ko'ramiz. Mana do'stlar, borib boshqa rangga almashtirib ketdi. Gap yo'q. Xullas, Mana o'zinikiga albatta ekan. ha, o'sha o'zinikini olib keldi. Do'stlar, mana shu shinamgina hovli ekan. E'tibor bergan masalan. Mana xullas, mana shu eski eshigini olib tashlab, yangini o'rnatib beramiz. Chiroyli qilib. Xullas do'stlar, mana ishni bitirib oldik, ko'ringlar. Xullas ruchkasi korobkasidan chiqmadi eshigida. Lekin ish zo'r chiqdi. Ha? Aka bu ishimizni qilib bermaslik. Nimaga? Nimaga? Xullas do'stlar. Voy. Kulguni qistajini qaranglar. Pul bermasa kuladimi ona? Boring olib chiqing. Asqani men kulib boryapsiz. Tavba qildim. Mana do'stlar, ko'ringlar. Xullas biz ishni tugatdik, eshikni o'rnatib oldik. Xullas eshikni korobkasidan ruchkasi chiqmadi. Keyin o'zim qo'ydirib olaman dedim. Aka bu ishimizni qilib bermaslik. Nimaga? Eshik ruchkasi yo'q. Bu biz aybimiz emas. Nima qilamiz endi? Chaqiringchi, gaplashaylik. Yeah, there's no handle. Yeah. Leave it open. Yeah. I'll get the handle this afternoon and maybe I can figure out how. Qancha? O'zingiz bilasiz. What do I owe you? $3000 so'rang. 500. Okay. Xullas do'stlar, bu ishga $500 oladigan bo'ldik. Bunisiga chaqirsa boshqa narxda kelamiz, atlanib qo'yib beramiz. Buni bir $350 qo'yib beramiz turishga. Chunki masofa uzoq, yaqinroq bo'lganda 150-200 ga qo'yib berardik. Insobni ham yeb olib biz. And we can take a look We at can, that. Okay. Okay. Thank you. Thanks, guys. Bye bye. Sorry for all the mess. Yeah, no problem. Okay. Have a good one. So I will record already. Can I post on my Instagram or YouTube? No problem. Sure. Thank you. Stuff in it that I need to return. This one. Where's that? That one, Oh, that right one, there. Okay. Okay. Bye bye. Thank you very Thank you. much. Bye bye. Have a good day. You You too. too. Thank you. Do'stlar, hammaga rahmat. Videolar qiziq bo'lib turgan bo'lsa, bittadan like qoldiringlar, kommentariy yozib ketinglar, undan xursand bo'lamiz. YouTube'ga obuna bo'linglar. Obuna bo'lmasdan kuzatib turganlar. Hali qiziq videolar oldinda.